Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlarini zamon talablari asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Metodik faoliyatni tizimli yo'lga qo'yish, ilg'or tajribalarni amaliyotga joriy etish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Ana shu maqsadda hududlarda metodik yo'nalishdagi amaliy seminarlar tashkil etilmoqda. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirining 2024-yil 30-noyabrdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida malaka oshirishning metodik mahorat kuni va metodik mahorat soati tadbirlarini bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risidagi 362 sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida Mingbuloq tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 5-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi maktabgacha ta'limni muvofiqlashtirish bo'limi tashabbusi bilan viloyat seminari tashkil etildi. Seminarda tuman hududidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlari ishtirok etdi. Men Maqsadalieva Sevara 5-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktor o'rinbosariman. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda metodik mahorat kuni doirasida seminar tashkil etdik. Tumanlardan 26 ta mentorlar tashrif buyurishdi. Seminarda tashkilotimizda guruhlar faoliyati bilan tanishtirib chiqdik mentorlarni. Mentorlar uchun maxsus treninglar bo'lib o'tdi. Seminardan ko'zlangan maqsad boshqa tumanlardagi hamkasblarimizga yangi innovatsion g'oyalarimizni va metodlarimizni o'rtoqlashishdan iborat. Tadbir davomida metodik mahorat kuni va metodik mahorat soati mashg'ulotlarini samarali tashkil etish orqali pedagog xodimlarning kasbiy salohiyatini oshirish hamda ta'lim-tarbiya jarayonlarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Mashg'ulotlar jarayonida pedagoglar bolalarning aqliy, jismoniy, ijtimoiy, nutqiy, estetik va axloqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi metodlar bilan tanishtirildi. Shuningdek, Nail Framework dasturi asosida faoliyatni rejalashtirish, bolalarni kuzatish va baholash, monitoring and assessment usullaridan foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalar berildi. Seminar davomida ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik yondashuvlar, jumladan STEM texnologiyasi asosida faoliyatni tashkil etish, interaktiv metodlar hamda digital technologiesdan foydalanish tajribalari namoyish etildi. Pedagog xodimlarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish maqsadida Singapur Express asosida faoliyat tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Mazkur viloyat seminari 362 sonli buyruq ijrosini amaliyotga joriy etish, pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlash hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonlari sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.